shaharga kelsam, ustoz og'ir kasal ekanlar, darhol borib uylariga borib xabar olib, yonlarida o'tirib suhbat qilganmiz. Keyin menga aytdilarki, bu vafotidan 2-3 kun oldingi gap. Bolam keldingizmi? Shu iltimos meni dedi, shu gaz 24 mashinam bor. Shunga o'tirg'izib bir aylantirib kelsangiz mahallani dedilar. Jonim bilan ustoz dedimda, kichkina o'g'illari bilan birga ikkalasimiz qo'ltiqlaridan ko'tarib Tursunboy akaman bor edi, Tursunboy akam. Borib o'sha gaz 24 ga o'tirg'izib, o'sha Chorsiga olib borib mahallalarni 2-3 marta aylantirib yana olib kelib qo'ydik. Juda ham bir xayrlashuv bo'lganmi o'sha paytda? Shunaqa bo'lsa kerak-da. Shunda rosa bizni duo qilganlar. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Ko'p asarlarni o'sha xalqimiz, ayniqsa o'sha kinofilmlarda Osmondagi yulduz, mendan katta ikkita opam faqat o'sha Osmondagi yulduzni maktabda ijro qilib yurishardi.